Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlardan har doimgidek Baxtiyor Xudoyorganov bizning Bolgariyaning Sofiya shahrida Fitness Vibe klubimiz ko'pchilik aytibdi. Baxtiyor aka sport zalingizni ko'rsating debdi. 120 kilodan 104 kiloga chiqdim do'stlar, xudo xolasa. Instagramda bir oyda qancha vech tashlash mumkin degan challenge asib turibman. Bemalol Baxtiyor Xudoyorganov Instagram'ına girip abone olup qo'yishlaringiz mumkin. Siz gapni ko'p cho'zmasdan men sizlarga shu o'zimning zalimni chiroyli qilib ko'rsatib chiqaman. Ichki sharoitlari bor. Qaysida namoyish etasiz, qaysi foydali, qaysi trener bo'lib ketdim desam bo'laveradi. Xudo xolasa ko'rib tomosha qilib, like'larni bosib borasizlar. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz do'stlar like bosmayın, kommentariyada shaxsiy fikrlarni yozmayın. Просто tak görüp o'tiribdilar, obuna bo'lmay ham ko'rib o'tiribdilardan do'stlar. Sizlarga bir-biridan qiziqarli, foydali videoroliklarni ishlatib turibmiz yana. Ertani geç demin. Azangi saat 6'dan 12gacha fitnessda bo'laman. 12dan kechki 12gacha ishda bo'laman do'stlar. Shuning uchun ozgina dam olgan kunlarim sizlarga ozgina bo'lsa foydali videoroliklarni chiqarib turganim uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Like'larni bosib, kommentda shaxsiy fikrlaringizni yozib, xudo xolasa bir-biridan qiziqarli, ajoyib videoroliklarni sizlarga manfaatli bo'lgan videoroliklarni ishlab beraman. Hozirgi kunda sog'lig'im yaxshi do'stlar, sog'lig'imda muammolar bo'lib turadi. Bu muammolar novdan eganda bo'lasam, menda davleniya boradi. Keyin sal narsaga qisillab qolib, krossovkam bog'ini boylagandan qisillab zo'rg'a boylab yuribdim. Hozirgi kunda do'stlar hammasi zakonniy, xudoga shukr. To'g'ri pitaniya qilib hozir turibman. Ko'pchilik biladi meni KFC'da shef ko'rman. Zo'r vech tashlashim sabab ham ro'za oyi bo'lgani, ham ro'za oyida bir niyat etib, yaxshi etib trenirovkani gazini bosib etdik. Xudo xolasa hozir sizlarga ko'rsatib boraveramiz. Gapni ko'p cho'zmali. Gap ko'p Qur'onda yaxshi edi. Bu yerda sport pitaniya всего. Да? Что надо? Возьми воду. Новая gerek bo'lsa olaman. Еще dengillar. Один месяца сколько евро? Один месяца. 27 euro. Merci. Merci. Bu yerda telefon, qimmatbaho narsalarni qo'yasizlar, girganingizda ko'rishlaringiz mumkin. Endi saf. Men do'stlar trenirovka chiqdim. Yunib, saunaga chiqdim. Bu yerda bego'yda rushlari, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Qizlar ham ko'p. Bu yoqda bego'yda rushlarini, bu yoqda velosipetlari, ariyoqdan velosipetlari bor. Men shu narsa do'stlar Çem bego'yda yurgandan, mina bego'yda yurgandan, bunda yurgan foydalari ko'proq kaloriya qismida. Bunda doğru yo'lda yurganda yurmaysidan, bir yoqni ko'tarib qo'yib yursangiz, tog'a turmoshqandan deb turmasangiz, ana shunda ondan o qiz ko'tarib qo'ytdan ko'rib turgan bo'lsangizlar. Yaqinroqdan ko'rsam. Ko'rdingizmi shuni baladan ko'tarib. Shunda ozroq kaloriya yaqsa bo'ladi unda. Bunda zo'r kaloriya qaslar. Bu yoqda trenajyorniy zallar, hamma trenirovka turibdi. Mana bu yoqda pressniki dashni qo'yasizdan oraya bosaveradi chiqiladi. Bu yoqda yana bele ishlaysiz, bu yoqda bele ishlaysiz, bu yoqda press ishlaysiz. Trenerlar trenirovka turibdi. Bunda ham zo'r. Bu yoq birat sog'lom turibdi. Mana shu narsalar do'stlar ko'pcha yog'ni eritadi ekan. Figuran ko'rsat, erigan yog'ini bir ko'ralib turgan bo'lsangiz do'stlar, ko'rsataman oxiramda. Rezultatni men bego'ydan keyin
Velikdan keyin 1000 o'taman. Yine ben sevimli velik. Karanlık pesana koydum. Bunda yine yatıp şoğullanadigan narsalarni bemalol olib xalagan yerda qo'yib, xalasansa presse, xalasansa tonik и брос. Даже меня снимут. YouTube, мой YouTube. Yes, I don't want to film me. Okay. Good. Ne şimdi internasyonları var. Orada daşlarım görstem hem narsalarni chiroyli qilib yo'latib boraman. Ana shuni o'zi 20 kilo. Qo'rnasini ko'tarib turib cho'pagan demaydi. Shuni o'zi 20 kilo. Bu balonni yesam bo'ladi, chiqarib qolasiz. Men 60 kiloni ko'taraman o'ynab. Shu bizni qolib qoladi. Beyhan'da yatış götürdüm onda, yatış götürdüm onda. Kızları şollanıp bitti. Şuradan şollanasa, araya yakından şollansanız da buradan araya yakından şollanıp bitti. Bundan şollanıp bitti. Onda. Bunda da tart atacağım çıkar. Kız tartıp attı. Beyakta, nechik tosh kerak bo'lsa, doz zonalari bor. Yo'qolyaptimi Karim? Hali yo'qolibdi. Bu MMA bilan shug'ullanaman. Bemalol shug'ullanadi. Trenirovka qilib oyoqlarni chiqaradi. Maxsus krossovkalari bo'lsa, uning bilan chiqsam bo'ladi. Mehtam shug'ullanib turibdilar. Bu yoqda ikkisi 4 mushaqa xalaqani so'raveradi. Qattisi mushaqa hammasi bor. Xudo xolasa, vaqtni ko'rsatsam. Har xil doshlar bor yerda. Har xil odam yoshlar keladi. Qari yosh farqi yo'q. O'zlaringizga sog'liq kerak bo'lsa shug'ullanaverasiz. Hammasini topib o'rnidan qo'ygan vaqtlaringizda orqaga ketib qolavermanglar. Chunki sport bilan shug'ullaning. Good. Good. Чакай, че го чистили, и са ми казали им път месеца да се чисти вода, на снимите ми да не направи. Olsa bir tomosha qilib boraverasiz. Mana bu yoqda beli kriyasi ishlab o'tadi, bu yoqda qanot ishlab o'tadi, ikkisi zo'r. Shunday gaplar do'stlar, mendan xohlasangiz, hammaga zo'r bo'ladi. Tomosha qilib, like'larni bosib boraverasiz.
Ha, buyaqlarni ko'rsatmoqman o'zlarni. Mening dostlari bor. Bu yerda birisi, ondan birisi bor. Ondan. Alloh sog' dostlarim sog'larni sarf bu pressa shug'ullanasizlar. Bu yerga oyoqqa. Bu yer o'zida общий oyoqniki. Bundan torniklar bor. Shug'ullansangizlar. Tarafida belniki, oyoqniki, men mana o'tirib oyoqqa tagib ketishdi. Mana oyoqniki Deyip tanığı öldürüp şey tutma. Maymunla köpüşükler ama güç verdi acayip. Neler işlese bolar, satıb işlese bolar, hammasi şöyle gözetiliyor. Bu yerda kanata, kököreke, shidon yerlar. Baq. Oyoq, quru oyoq. Yurnislar. Bu yerda mana qo'lning arkasından qo'la ishlaysiz. Bu yerda ham mana qo'la ishlaysiz. Burada o'tirib, qo'lni dirseklariga qo'yib, bu yerdan tortadi. Bunu tartasına bakın. Oturup. İki yakından. Ben yaxşı görədim. Dillər ketədə onlarsam. Dəbədə qanata işləyəcəklər oladı, qolun arxasına yelçə keçəcəklər oladı, yamanda yəni. Quruda işləyəcəklər və şevildə tutacaq. Apacan da verəcək. Ben şimdi yapıyorum. İlacı razvalken görsətləmə, ilacı olsa gerçekten yeni. Ayarlar olsa çıxıb geçsin. Ayaqını görsətləmə. Birinci bunu görsətləb ayağı tiketi kaptım. Daha halasa tamaşa qılıb beraberəsilə ayarlar razvalkəsini. Erkeklerki. Erkeklerki. Birazda girgen yerde şimdi hem ayağı akkuratını taze moşnetik koydular. Köp fenleri, özinneleri. Burada duş. Yaktan bak. Tarazi. Çık görsədən inanmadan abla. Şət tutdu. Gördünüz mü? Hatta koyuyorlar kardeşim. Ve hacatxanası nəyəsi, bayaqda duşu, zakonni, onda nəyəsi, короче, parnoyu, hacatxanası ikide, acayip taptaza durur. Bayaqda duşu, həcətini yönüb çıxıb, giyinib ketəverəslər. Ne deyimiz, şu biləsə videorolikimizi yakınlığımız, like basıb, kommentdə şəxsi fikirlərinizi yazıb qaldırınlar. Görgəndə görüşünce, sizlə bilən, Batı yaxıda gəlib oldu.